Bugün biz Minecraft'ta 100 gün yashab qolishimiz videoyimiz mana shu joydan boshladik. Spawn bu. Do'stlar, mana shunday qilib video olamiz do'stlar. Ko'p kuttirmayman. Boshlanishga necha kun yashab qolganimni bilmayman do'stlar. Xo'sh, boshladik do'stlar. Daraxt chopamiz. Mana 5 dona daraxt yetadi. Chopal. Do'stlar, shu Minecraft 100 kun yashab qolishim kerak do'stlar. Albatta shartlaring shart. O'zim so'z beraman do'stlar, yashab qola olaman. Shu video nechta qism chiqsa like bosinglar iltimos. Biz 2 ta bo'lishimiz kerak. Yangi yilgacha iltimos do'stlar. Maylimi? Crafting table. Va, 2 ta yasab bo'ldi. Çöp, kilka, mana bunday qilamiz. Pastga tushib keling do'stlar, tosh kovlashga. 3 tadan joni ketmaydi, 4 tadan jon ketadi lekin do'stlar. Bizga 20 ta tosh yetsa kerak do'stlar. Xo'sh, qani. Do'stlar, ko'proq tosh kovlab olsak 20 ta yetadi do'stlar. Keyin birinchi bo'lib ovqat masalasi, keyin kon, temir, aslahalar, narsalar kuchayamiz do'stlar. Olmos. Bu versiyada olmos topish juda ham qiyin, bilasizlar. Bu bir tochka nechanchi versiya deb o'ylaysizlar do'stlar? Nimaga eski versiyadan olyapsizlar desang, o'zim juda ham maksimum 1.20 versiyani o'ynayman. Alfa juda ham mazza o'ynayman do'stlar. Prosta endi yaxshi-da shu Minecraft. Bu yerda kuchayish muammo emas. Qo'ydan o'qqa tushmay, bilasizlarmi shu versiyada? Eng zavqlisi shu qo'y go'shtini yemaymiz do'stlar biz. Zavqlanamiz, qo'y go'shtini yomon ko'ramiz deb. Hazil. Xo'sh, bunday biz bolta yasaymiz-ku do'stlar, biz bolta bilan jang qilamiz. Xo'sh, bitta kilka va bolta mana bo'ldi. Bitta ikkala crafting table olib ketamiz. Ketdik. Ana tomonlarda sigir ko'rgan do'stlar, sigirni o'ldirib ovqatlarni qilamiz. Do'stlar, qishloq bo'ladi, bilasizlar. Nima edi nomi? Uzummi? Shunday qishloq bo'ladi. Shu qishloqlardan topishga ko'ramiz do'stlar. Qishloq, albatta bu versiyada qishloq topish juda ham qiyin. Naka? Va do'stlar, bu versiyada juda ham sigir qiyin. Sigir boshqacha rangda, yangilangan eski versiyada. Chunki do'stlar, eski versiyada ana bo'ladi. Mana oldingi videolar, video debman do'stlar. Oldingi anularda Minecraftlarda Xeroblin degan narsa ko'ringan ekanda. Shunga ishondim do'stlar, lekin bo'ladi bu u versiyada. Xeroblin. Ikkinchi tovuq qayerga ketdi? Jo'jacha balki. Shudirga shakar qamish deymiz. O'zbekchasi shakar qamish. Inglizchasi sugarcane. Hammasini olamiz do'stlar. Nimaga buni olyapsizlar desalaring, bundan sehrlash stoli, enchanted book. Sehrlash stoli inglizchasiga. Hamma sugarcane olib ketamiz do'stlar. Keyin qishloq topsak, qishloqda kitoblar bo'ladi. Agar topolmasak, kitoblar bo'ladi, o'shanaqadan ona qilamiz. Bizda bitta jumbor yotoq mo'masi. Hozircha bitta yotoq turi bor, bilasizlar do'stlar, Minecraftda shu versiyada. Xo'sh, ovqat yo'q hozircha. Bilasizlar, cho'chqa go'shti yemaymiz, o'zbekmiz. Iltimos, shu bahor bo'yicha bahor debman. Yangi yilgacha 2 ta bo'lishimiz kerak. Iltimos like va obuna bo'lib qo'yinglar. Maylimi? Mehnatimiz shuncha. Hozircha birinchi kunimiz do'stlar. 2 ta qo'y topdik. Do'stlar, agar mana shu yerda spawn bo'lib qolaveradi, bilasizlarmi narsa nimaga? Chunki meni yerda 2 ta joy bor-ku. 2 ta joy bo'lgani uchun shunday bo'ladi. Do'stlar, qovoqni olib ketamiz. Nimaga olib ketasiz deslaring?
bundan biz nima yasashimiz bilasizlar? Bilmaydiganlar uchun qovoqli yoritgich qovoq. Yoritgichga qovoq yasaymiz. Yoritgich qovoq. Eshityapsizlarmi? Ko'mirim yo'qda, hakkel yasab ko'rsatasin. Juda ham zo'r. Konlarda bizga endi qo'y kerak emas, bilasizlar. Qo'y kerak emas deganimda, qo'ylar juda ham ko'payib ketdi, do'stlar. Do'stlar, qaysi tomonga boray? Bu tomongami yo bu tomongami? Qo'y kam tomonda hardam sigir bo'ladi. Qo'y hamma har narsani yeb ketaveradi, bilasizlar. Xo'sh, shu tomonga boramiz, do'stlar. Xo'sh, buguncha 2 kun yo 1 kun yashab qolamiz, do'stlar. Albatta 100 kun yashab qolishlarga va'da beraman. Va'damni chiqaman, do'stlar. Xo'sh, hozircha go. Sigir, 2 ta sigir. Do'stlar, aytdim-ku, qo'y kam bor tomonda sigir ko'p bo'lur. Shoir bo'lib ketaverdi-yu, do'stlar, qanday? Toza mashqa qilib beradi shu. Yo-mayo. Bolachasi bor ekan, baribir qo'y bizga ovqat kerak demoqchi. Maka. İşte bu kısa oldu dostlar. İkinci sigirde öldürdük ya. Yok. Haydi. Burada 4 tiri, 10 ta steak. 10 ta steak dostlar. Do'stlar, albatta, xo'sh, hozir bu tomonga boramiz, lekin botqoqlik ko'rinyapti. Do'stlar, agar jodugar chiqib qolsa, dahshat bo'ladi. Yomon jodugar, bilasizlar, zaharlaydi. Zahar otadi, mob. Do'stlar, ularni bitta ursak, orqamizdan qo'lab beradi. Qayerga bo'lmasin, biz o'yinga chiqib kelsak, yonimizda spam. Yonimizda biz ketib qolsak ham o'yindan chiqib ketay, baribir yana o'sha joyda yuradi-da. Sizlarda topib bo'lsa ham zaharlaydi, alami bor jodugar. Agar uni joyida tinchitmasalaring, u tiniq sizlarda ona qoladi. Xo'sh, mana aka. O sigir do'stlar. 2 ta bo'lmaydi dedi. Kon top do'stlar. Birinchi marta 3 ta chiqyapti do'stlar. Bitta berdi qo'rimsoq sigir. Qo'rimsoq sigir ekan, kam yetkazinglar, qo'rimsoq sigir. Qo'rimsoq sigir. Bunisi sal qo'rimsoq emas ekan. Qo'rimsoq sigir deb yozilgan. Obuna bo'lmaganni, like bosmaganni, uy yoniga kelib, uyimcha odam tupirib ketsin to'g'rini. Do'stlar, hacker aytgan gapini bilyapsizlarmi? Kim hackerga muxlislik qilsa, like va obuna. Hackerning muxlislari qo'llab turamiz. Konga kiramiz. Biz shuni kutarkanmiz, konga kiramiz. Do'stlar, hozir shuni yoritib yuboray, do'stlar. Sal bo'lsa ham yoritildi. Xo'sh, ko'mir rudasi. Sizlarga ko'rsataman hozir, do'stlar. Shu ko'mir yetadi. Xo'sh, bizga 3 ta tushmaganmi? Ha, bo'ldi. Xo'sh, mana bunday, mana do'stlar. Qarang. Ko'ryapsizlarmi? Texnologiya. Yo, temirsiz hayot bo'lmaydi, do'stlar, bilasizlarmi? Yo, mayor. Temir birinchi biza nechta temir berdi? Yo, do'stlar, boshqa bersalar, bilasizlar, temir bitta joyda ko'p bo'lmaydi, yo bitta bo'ladi, yo 3 ta 4 ta bo'ladi. Bu versiyada bitta joyda 10 ta, 5-6 ta bo'ladi. Men tasavvur qilgancha 10 bitta. Bunday qilaylik. Bo'ldi, do'stlar, qani temir qidiramiz. Temir.
mana temir rudasidan bizga jami 32 ta temir kerak. Nimaga unday 32 ta desalaring, 32 tadan 24 tasiga temir aslahi, qolganlariga narsalar yasaymiz, o'zimiz qurol narsalarimiz, ya asoqlarimiz. Biz hozir 21 ta, yana 3 tadan keyin 24 ta. Va, kam ekan. Boshqa nar tomonda ham bor do'stlar, xafa bo'lmaymiz. Nar tomonda ham bor do'stlar. Yerlarga ko'rinyapti deb o'ylayman do'stlar. Birinchi tunimiz do'stlar. Menimcha, xo'sh, temir. Nima kim chiqyapti? Keyin qismimiz albatta olmos, boshqa olmos narsalar toplaymiz do'stlar. Xo'sh, nimani spawner? Zombilar spawner, garantiyaman. Zombilar deydi. Do'stlar, spawner topdik. Temir! Temir! Bizda temir bor. Temir, ovqatda muammo yo'q. Bu yerda por ayniqsa kerak, dinamit. TNT yasaymiz, TNT. Xo'sh, vah, temir hozircha bizda 20 nechta bo'lyapti? Shunday 24 ta bo'lyapti do'stlar. Afsuski aslahaga yetadi, lekin bizga juda ham ko'p temir kerak, bilasizlarmi? Hozir birinchi tunimiz do'stlar. Bunday. Xo'sh, yotoq qilamiz bu. Yo, birinchi kunimiz 99 kun do'stlar. 99 kun qoldi. 99 kun do'stlar, kutinglar demak. 99 kundan keyin 100 kun bo'ladi. Bir 100 kun yashab qolish uchun biz nechta 20 tacha video olamizda do'stlar. Hozir bu temirlarni eritmay turamiz. Biroq ko'p temir topgandan keyin sigir, qurumsoq sigir. Qurumsoq degan o'zi boyagi sigirga aytdim. Hozir buni yoqda yana 3 ta sigir. Sigir bozor bo'ldi bu. Yana qurumsoq sigirlar. Ko'payib ketdi do'stlar sigir. Vah. Xo'sh, bunday qilamiz. Sigir buncha ko'p do'stlar. 30 ta ovqat do'stlar deyarli. 30 ta buyasini chiqib. 31 ta. Nega qorni ochmayapti deysizlar? Do'stlar, qorni ochmaydigan qilib qo'yganman do'stlar. Do'stlar, birinchi kun shunday bilasizlar. Hozir bunday qilaylik. Shunday qiladim, bundaymi? Qanday qilasizlar? Yo'q. Bunimas, bundaymi? Yo'q, qaysidir tomondan o'ziga qarasa bo'lasa mana. Do'stlar, mana shu joyda videomiz tugaydi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Mana ko'rlang, bir kun yasha oldik do'stlar. 20 bitta temir, 30 bitta ovqat, 12 ta tovuq do'stlar. Xayrlashim kelmayapti, lekin majburman do'stlar. Albatta uni qilamiz do'stlar. Keyingi qismlarda 99 kun ichida bir 10-15 kun yashayman do'stlar. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rganingiz uchun rahmat.